Diqqat qiling, 1-iyuldan boshlab bola puli va nafaqalar to'xtatiladi. Tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 1-iyul sanasidan boshlab bola puli naqd pul yoki amaldagi plastik kartangizga berilmaydi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab moddiy yordam va nafaqa pullari ijtimoiy kartalar orqali to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan belgilandi, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, eng so'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.